Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlarim, bugun sizlar bilan family, ya'ni oila haqida gaplashamiz. Oilaga taalluqli collocations-larni o'rganamiz. Immediate family degani kichkina oila. Ya'ni faqat ota-ona, farzandlar, nuclear family ham deyiladi. Extended family bo'lsa katta oila. Family tree shajara o'tib ketdi. Family tree shajara, family members degani oila a'zolari. Distant relative degani qarindoshlar, uzoq qarindoshlar. Distant relative degani uzoq qarindoshlar. Family members degani oila a'zolari. Immediate family katta oila, kichkina oila, close-knit family ham deyiladi bu. Nuclear family ham deyiladi. Extended family esa katta oila, family tree shajara, family members oila a'zolari, distant relatives uzoq qarindoshlar. Long family or close-knit family esa ahil tinch oila. Carefree childhood degani g'am g'ussasiz bolalik. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'zbekchasini aytib ketyapman. O'qib tushuntirishga ulgurmayman. Endi dysfunctional family degani serg'alva oila. Muammosi bor. Troubled childhood degani g'am tashvishli bolalik. Messy divorce yoki bitter divorce degani urush janjal qilib ajrashadigan oila. Ajrim, urush janjali. Divorce settlement degani ajrim tuzish. Broken home degani buzilgan oila degani. Dysfunctional family demak serg'alva oila. Dysfunctional family serg'alva oila. Troubled childhood degani g'am tashvishli bolalik. Messy divorce, bitter divorce degani urush janjalli ajrim. Custody of the children bolani vasiylikka olish degani. Grandchild custody degani ham otani ham onani vasiylikka olishi, vasiylik qilish. Sole custody degani yo otani yo onani vasiylik qilish. Award sole custody degani o'sha sudya bitta yo onani yo otani vasiylik qilishi hozir. Endi pay child support degani aliment to'lash. Pay child support aliment to'lash. Pay child support. Custody degan vasiylikka olishda. Sole custody faqat otani yo onani vasiylik qilish. Mutual divorce or mutual separation degani kelishib, janjalsiz, g'avg'olarsiz ajrashish. On good terms with each other degani bir-biri bilan nima qilib qolish. Yaxshi munosabatda bo'lib qolishi. Gets pregnant degan homilador bo'lish. Single mother degani o'sha ona bo'lish, nikohsiz ona bo'lish. Have an abort degani abort qilish, ya'ni o'ldirib tashlash bo'ladi. Give the baby up for adoption degani boqib olishga, birovga berib olish. Due date degani farzandni tug'iladigan kuni. Due date. Masalan, baby is due in mid October. Chaqaloq oktyabr o'rtasida tug'iladi.